Inson hayotda xato qilishi, bilib-bilmay jinoyatga qo'l urishi mumkin. Biroq shu xatoni takrorlamaslik lozim. Xususan, sud tomonidan tayinlangan jazoni o'tash davomida qilmishidan chin dildan pushaymon bo'lgan, fe'l-atvorini o'zgartirib, qilmishining oqibatini anglab yetganlar bor. Ana shunday mahkumlarga nisbatan qonunchilikda yengilliklar berish ko'zda tutilgan. Jinoyat ishlari bo'yicha O'rta Chirchiq tumani sudi tomonidan o'tkazilgan sayyor sud tafsiloti bilan mavzuni davom ettiramiz. Nurafshon shahridagi Madaniyat saroyi binosida navbatdagi ochiq sayyor sud majlisi bo'lib o'tdi. Mazkur tadbir jarayonlari boshqa tadbirlardan farq qiladigan jihati shundaki, barchaning diqqati sudya va prokurorning so'zlariga qaratildi. Bunda aytilgan har bir gap yoki qaror sud zalida o'tirgan kimningdir hayotini o'zgartirib yuborishi mumkin. Jazosi ozodlikdan mahrum etish jazosiga almashtirilsin. Jazoni qattiq tartibli koloniyada o'tash belgilangan. Ajrimdan norozi taraflar 20 kun ichida Toshkent viloyat sudiga apellyatsiya tartibida shikoyat keltirishi mumkin. Qolgan jazoiz ozodlikdan mahrum etish jazosiga almashtirildi. O'tkazilgan sayyor sud jarayonida barchasi bo'lib 7 nafar ichki ishlar bo'limi probatsiya guruhi hisobida turib jazo muddatini o'tayotgan mahkumlarga nisbatan kiritilgan taqdimnomalar ko'rib chiqilib qanoatlantirildi. Oilaviy ahvolim shu chiqqanimdan keyin 2021-yil chiqib shu uylandim. Bir nafar farzandim bor. Jinoyat kodeksining 135-moddasi 2-qismi bilan aybli deb topilib 2017-yil 28-noyabrda sud tomonidan jazo tayinlangan. Jazoni o'tab chiqib, jazo muddatini o'zimga tegishli xulosalar chiqardim. Shuncha o'tib ketgan bekor umrimdan afsusdaman. Shuningdek, aksincha probatsiya guruhi nazoratida turib jazoni o'tashdan bo'yin tovlagan va qo'yilgan talablarni buzgan har bir mahkumning jazosi og'irrog'iga almashtirildi. Sayyor sud yakunida ishtirokchilarga sud huquq sohasidagi o'zgarishlar haqida tushunchalar berildi.